Marvadan Shop'da bugun sizlarga 8900 modelimizning yangilangan versiyasini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Patneslari keng qilib ishlab chiqarilgan kilonkalarni bemalol 135 gradusgacha avtoklavga solib sterilizatsiya qilsa bo'ladi. Vrachlarimiz ishlashiga qulay bo'lishi uchun ikki tarafdan bir xil formatdagi panel upravleniyamiz mavjud. Sensor orqali boshqariladi. 3 ta formatda saqlanish qilsa bo'ladi. Tepa-past tugmachalari hammasi shu joyda joylashgan. Nakanicha qo'yadigan joylari oltidagi mo'ljallangan. Rengen ko'radigan syomka joylarimiz va albatta maslaga hozir aytgan funksiyalarim bu yerda ham bor. Endi bu modelimizni olib qarasak, quyma metaldan ishlab chiqarilgan bo'lib, bemalol og'ir mahsulotlarni ko'targanda ham patnes tepaga yoki pastga siljib ketmaydi. Plastmassalari oliy toifadan ishlab chiqarilgan, sarg'ayib va dars ketmaydi. Chiroqlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, oynachalari joylashgan. Patsient do'y poslini oyna orqali ham ko'rsa bo'ladi. 3 xil formatda o'zimizga moslab ishlatsak bo'ladi. Sizlarga yoqib ko'rsataman. Orqalarida knopkalari bo'ladi. O'sha har bitta knopkani boshqarganimizda formasi o'zgaradi chirog'ini. Bu stomatologik kreslamiz stulchik variantda ishlab chiqarilgan, bu kimlarga qulay. Yoshi katta yoki soatlab oyog'ini uzatib o'tira olmaydigan patsientlarga juda ham udobni tushadi. Maslak hozir buni ishlatib ko'rsatib beramiz. Keling. Patsient o'tirganda ham tezligi o'zgarmaydi va qulaylikda o'zini his qiladi. Eko ko'jadan ishlab chiqarilgan kreslamiz hisoblanadi. Ana endi sal orqaga tushiramiz. Tushganda ham qulaylikni o'zidan yo'qotmaydigan modellarimizdan biri. Ana endi maslaga bitta yaxshi funksiyalardan birini hozir ko'rsatib beraman. Agar biz plivashkani surib qo'ygandan keyin kreslani yana tepaga ko'tarmoqchi bo'lsak, kreslo ishlamaydi. O'zini bloklaydi. Nimadan? Ko'pincha bizda vrachlarimiz plivashka sinib qolish ehtimoli juda ham ko'payyapti. Ana o'shaning uchun shu mexanizm qo'yilgan. Mana endi tepaga ko'taramiz. Kreslo yana ishlashni boshlaydi. Bu kreslamizning yana bitta qulayliklaridan bittasi, boksi 100% metaldan ishlab chiqarilgan. Bu degani siz patsientingiz yokida xirurgik lampa qo'yaman deb almashtirmoqchi bo'lsangiz, kreslo og'ib qolmaydi va o'zini sifatini yo'qotmaydi. iStand boshqargan panel upravleniya sensor orqali boshqariladi. Komplektatsiyasida svetlol lampa, atsos, sulenatsos va vodovozdux bor va albatta bu yerda ham bizda mahsulotlar qo'yish uchun postavkamiz mavjud. Agar sizlar boksini ochmoqchi bo'lsangiz, juda qulayli formatida ishlab chiqarilgan, aytganimdek polностью metaldan va mexanizmlarni ko'rishingiz mumkin. Baklajkasi 1 litr bo'ladi, tashqaridan ishlab chiqarilgan, o'chirib yoqadigan rechaklari va albatta mnogofunksionalli pedallari mavjud. Barcha kreslolarimizga garantiya 1 yil va 1 yildan keyin servis xizmatimiz mavjud. Yetkazib berish va ustanovka shu summaning ichiga kirgizilgan.